ushbu ishlarni amalga oshiradi. Xorijga mehnat qilayotgan hamda xorijga ishlash istagi bo'lgan yoshlar bilan ishlash bo'yicha yangicha mexanizm joriy etilib, 210 nafar yoshlarni oddiy tillar va kasblarga o'rgatish orqali rivojlanish va maqsadli va migratsiya jo'natish belgilanadi. Hozirgi kunda tumanimizda 2380 nafar ishsiz yoshlar mavjud. Shundan 2115 nafari yoshni bo'sh ish o'rinlariga kiritish orqali hamda kelajak kasblar loyihasi doirasida 160 nafar yoshlarni kasbga o'qitish orqali 105 nafar yoshlarni esa ajratish, ularning tadbirkorlik faoliyatini ko'maklashish orqali bandlik ta'minlanadi. Maqsad ko'rib olamiz. O'tgan davrda 1432 nafar yoshlarga ajratilgan ekin maydonidan 204 nafariga 204 gektarga unumli foydalanishni tashkil etiladi. Mahallalarda jinoyat sodir etishga moyillik bo'lgan yoshlar bilan ishlash bo'yicha harakatlar dasturi asosida yil yakuniga qadar tumanimiz yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni oliy hududga aylantirish rejalashtirilgan. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish qaratilgan 5 yoshli maktablarga 75 ming nafar harbiy vatanparvarlik tadbiriga esa 3124 nafar hamda boshqa loyihalar va tanlovlar 4 mingdan ortiq yoshlarni jalb qiladi. Amalga oshirish uchun tumanimiz rahbariyati ikkita sport maydonchasi barpo etdi va bitta yoshlar ta'limgohi va bitta yoshlar ijro markazi va bitta madaniyat markazi tashkil etdi. Yoshlarimiz xoh istaklaridan kelib chiqib, ularning kunma kun faoliyatini yurgizib ta'minladi. Shuningdek, tumanimizda yosh avlod sifatida ta'lim olishni ularning jismoniy va ma'naviy sog'lom vatanparvarlik insonlar bo'lib voyaga yetish uchun barcha kuch-quvvat va imkoniyatlarni safarbar etadi. Hurmatli tengdoshlar, hurmatli yoshlar, hurmatli talabalar, hurmatli o'quvchilar. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha namunali ish tashkil qilish, taklif va tashabbuslarni